Ulubek Hazinesi 1. kısım 5. mavzu. Ali Quşçu etinin çulurini darvoza oldida uni kutib olgan qorovulga tutqizib qo'yib, qo'rg'uga kirdi. Sirtda at tuyoqlarining do'pirlagan ovozi anglandi. Bu uni uzatib kelgan sipohlarning orqaga qaytganligining shabisi edi. Ali Quşçu rasadxonaga qarab manganda qorovul bovay, "Anangiz kepti, Mevlana" dedi. "Qani?" Kitaplarning hujrasida. Kitaplar Mirem Çelebi bulup, o kecha kunduz kitapxonadan chiqmaydigan bo'lg'achqa shu nom singib qolgan edi. Anam bu yerim kechada nima qilib yurdigandu? Ali Quşçuning xiyoli yanala Ko'ksaroyda ustozida edi. O kutubxonaga aldiraytdi. U yerda tanho o'ltirib, ustozining gaplarini yanama o'ylanib ko'rgisi keletdi va yolg'iz qilishni xohlaydi. U ixtiyorsiz holda rasadxonaning orqasidagi toliblar o'ltiradigan bir qavatlik binoga burildi. Mirem Çelebi binoning eng chetidagi tor uyda o'ltiradi. Uyda faqat birla sham pilildab turgan bo'lib, Mirem Çelebi o'zi yo'q edi. Ali Quşçuning onasi Tilla bibi xira uyning to'rida tizini quchoqlaganicha mugdab o'ltiradi. Ali Quşçu eshikni asta yepib, orqasiga qaytmoqchi bo'ldi. Lekin Tilla bibi uyg'onib ketib, darhol o'rnidan turdi-da, qushdak kelib o'g'lini bo'ynidan quchoqlab oldi. "Qayerlarda yuribsan, quzam?" Sahroyi mang'it urug'idan bo'lgan Tilla bibining esil so'zi "qozam" edi. Ali Quşçu kulimsirab onasining yelkasini siladi. "O'zingiz-chu, bu yerim kechidan oshganda qayerdan kelishingiz, jinim ana? Meni qo'yib turib o'zingdan gap olsang-chu, jinim bolam. Nima karomatlar bo'lyotdi? Nimasini so'raysiz, jinim ana?" Sultan Ulug'bek taxtdan tushibdi. Barliq do'st birodarlari va shogirdlari qatl qilingudak degan shum xabar hamma yerda tarqalib yurdi-ku. Mo'may ko'z chanoqlarida titrab turgan yosh tomchilarini surtib tashlab, dardga to'lgan ko'zlari bilan o'g'liga tikildi. Chochlari oppoq oqargan, yuzlarini qatma-qat qo'riq bosgan bu bijikkina mo'mayning qarashlaridan cheksiz mehribonlik va g'am andisha chiqib turadi. Ali Quşçuning ko'ngli bir qismi bo'lib, onasini asta quchoqladi va xotirjam qilish uchun o'zi parvosiz holda kulgan bo'lib oldi. "Nimishqa kulasan? Butun el yurt shundoq deyishotmamdi bolam. Rahmatlik otang sultonlardan yiroq yurish kerak ekan. Jahongirga 40 yil xizmatkor bo'lib nima topdim? Beshimga balo topdim, xolos" degan edi. "Qo'rqmang, jinim ana. Qo'rqmay qandoq qilay? Sulton Ulug'bekka shogird bo'laman deb nima foyda olding, bolam? Og'ining kitobmi? Kitob deb farzandsiz bo'ytoq o'tamsan bu olamdan. Nisb qilsa bo'lib qolar ana. Qachon? Anang o'lgandimi?" Odatda Tilla bibining bundoq gaplari Ali Quşçuning achchiqini keltirib qo'yadi. U ba'zida hatto mo'mayni silkib o'tadi. Lekin bugun nimishqidir uning yuragi jig'ildab ketdi. Tongga yaqin Abirahmat tarafdan xo'rozlarning chillashlari, itlarning qavoshlari anglandi. Lekin osmon yanala yulduzlar bilan to'lgan edi. Ali Quşçu o'ychan holda qadam tashlab rasadxonaga kirdi va eshik ustidagi takchidan shomni ilib yoqdi-da, tekpala beylar bilan 3-qavatga chiqdi. Ajaba, u kutubxonaning eshigini ichishi bilanla qalbini chulg'ib olgan g'am g'ussa qayergadir g'oyib bo'lib, xiyolini qandoqdir yuksak bir tuyg'u asar qilib oldi. U go'yo kutubxona emas, bu bir
Bu yirginişlik alemden tamamen başka. Hayatның türlük təşvişlerinden yirak, gubarsız dünyaga pervaz kılgandek boldu. Camiil ulum deb atalgan bu xazine 3-cü qavatdagi iki çoğ öyni igilgen bulup, nazuk naqshlar bilan bezelgen va yerdan turusqa taqishib turadigan jovanlar, kitap hem qo'l yozmalarga liq to'lgan edi. Ali Qushchi belidagi oltin va javohirlarni o'ttiridagi kursiga sharaqlatib tashladi-da, qo'liga shamni ilib, jovanlarni bir-birlab ko'zdan kechirdi. Mana o'ng tarafda uchqur ratlik tizilgan qora kun muqobiliq cho'ng ham qalin kitoblar turadi. Bu kitoblar Iroq Qohiradan elib kelingan edi. Ya'ni baxt egisi Amir Temur Ko'ragani Sultan Bayazid Ildirimga qarshi yurish qilganda shu yoqdan elib kelgan edi. Biroq bu kitoblar hozirgacha yaxshi tadqiq qilinmagan va sharhlanmagan. Ustoz Mirza Ulug'bek jahonning tinchini kutadi. O Qohiradan, Bag'dod va Damashq madrasalaridan olimlarni taklif qilib, bu kitob va nodir qo'lyozmalarning mig'zini chaqtirish ham ularni sharhlatish niyatida edi. Iroq Misrdan elib kelingan bu qo'lyozmalarning yenidagi jovanlarga Bag'doddan Hikmat xazinasi deb atalgan Hinzanatul Hikmat tin elib kelingan kitob va qo'l yozmalar tizilgan bo'lib, ularning ko'k, qizil, yeşil rangli xurum muqobillaridagi zargullik bezaklar shamning sho'lisida ajoyib nafs jilvalanib turadi. Ulardan sal nariroqda qirg'oqlarga hayvon va qushlarning surati o'yilgan naqshlik javonlarga Jungu va Hindistondan elib kelingan qimmatli kitoblar tizilgan bo'lib, ularning har biri ko'k va sariq ipak raxtlar bilan o'rab qo'yilgan edi. Buningdan 5-6 yil avval, ya'ni Shohruh Mirza vafotidan burun, ustoz bir muncha oltin sarf qilib, Hindiston va Jungudan ikki katta olimni chaqirtib kelgan edi. Hindi olimi uzun o'tmayla fani olamni tashlab ketdi. U hatto hindi munajjimlari yozgan mashhur Siddhaitaning tarjimasini tugatolmagan edi. Jungudan kelgan so'zman Kosa olim bo'lsa, Ulug'bek madrasasida Paris tili bilan turkiy tillarni bir qancha yil o'rgandi. Arabchadan savad chiqardi. Oxir turkiy tildimi so'zlay oladigan bo'ldi. Keyin Jungudan elib kelingan bir qancha kitobni Parischa va turkchaga tarjima qildi. Biroq u ishni oxirigacha davomlashtirmayla vatanimni seg'indim deb Junguga atlangan savdo karvonlari bilan birga o'z yurtiga qaytib ketdi. Onun qoldirgani qadimki Jungu munajjimlarining Parischaga tarjima qilingan 3 jildlik kitobi bo'ldi. Öyning to'ridagi qirg'oqlari oltin tasmalar bilan qoplangan javonlarni Mavara Unnahar olimlarining kitoblari va nodir qo'l yozmalari egillagan edi. Bu kitob va qo'l yozmalarning har biri alohida san'at bilan ishlangan yeshil va havorang xurumda muqovalangan bo'lib, muqovasiga avtorning muborak ism shariflari hal bilan shunda qaltis yozilganki, mana hozirmi shamning sho'lisida go'yo o'chmas yulduzlardek parqirab turadi. Ana eng ustida Abu Abdullah Muhammad ibn Musa Xorazmning 6 tomlik tabarruk asari qatori tiziqliq turibdi. Aytishlarga qaraganda bu asarning 3 tomini olimlar Shohi Mavlana al-Xorazmiy hazratlari o'zining muborak qo'li bilan yozgan bo'lib, ular Güzel Bag'doddan mashhur Beytul Hikmetdan elib kelingan ekan. Onun yanında Cami'ül Ulum deb nom olgan Abu Ali ibn Sina hazretlerinin
tibobatchilikka oid 20 tomliq asari. Kitobi Shifa 10 tomliq Kitob Najot nomli asari va 3 tomliq she'riy asari tizilgan edi. Ularning yanida Mevlana el-Farabining 16 tomliq falsafa asari va ulug' fazilatli olim Abu Rayhan Buruniy hazratlarining Qizil Xurum muqovaliq kitoblari oltindek parqirab turadi. Bu ulug' zotning faqat bir asari, ya'ni koinot sirlari to'g'risidagi Al-Qonun al-Mas'udi degan asrla ko'k muqovaliq edi. Chunki ustoz bu buyuk olimning mushu kitobini ko'p o'qiydi. Shunga uni kitoblar orasidan tiz tepish uchun ko'k xurumda muqovalatgan edi. Uning ostida donishmandlar sardori Ahmad ibn Abdullah Marvazi, riyoziyat ilmining piri Ahmad ibn Muhammad Farg'oniy va Mevlana Abul Faas Samarqandi, munajjimlar sardori G'iyosiddin Jamshid va Nasriddin Tusiylarning asarlari. Ularning yanida fazilatli ustoz Qozizoda Rumiyning hikmatlik asarlari tizilgan. Mevlana Qozizoda Rumiy merhumning pok ruhi jannat gulshanida xushal bo'lg'ay. Bu ilm koniga har qatim qadam tashrif qilib, shu javan oldiga kelganda kitoblarga qo'l tekkizishdan avval ko'zlarini yumib, lablarini qimirlatib duo qiladi. Keyin o'zi tanlagan kitobni ilib, qosh ko'zlariga surtatdi va lavlariga tekkizatdi. Ondan kitobni ichib o'qishga kirishadi. Ustoz o'zi shundoq qilib qolmay, bu yerga qadam bosgan har bir talibdan shundoq qilishni talab qiladi. Mevlana Ali Qushchining ko'z oldiga yana shu illiq bahor kuni keldi. Uning esida qilishicha, Mevlana Qozizoda Rumiyni Mirza Ulug'bek o'zi boshlab kelgan edi. U chog'larda Mirza Ulug'bek hazratlari rosa kuchiga to'lgan yosh iqtidorli yigit edi. U badandagi zarbob kiyimlari, beshidagi oppoq sallasi, surlik qiyofati bilan yenidagi hamma amaldorlardan alohida farqlanib turadi. Shu sababdan bo'lsa kerak, Hazrati oliylarining qishida ustoz Qozizoda Rumiy texmo vijik ham ojiz ko'rinadi. Lekin bu vijikkina soqollari oppoq buvayning turqidan qandoqdir bir xil talant va kishini o'ziga jalb qiladigan ajoyib bir mehribonlik chiqib turadi. Mevlana bilan Mirza Ulug'bek Chinar soyasidagi egiz kursilardan o'rin olishdi. Keyin Qozizoda Rumiy hazrati oliylarining iltimosi bilan zarbobga o'ralgan qalin kitobni ichib, riyozat ilmi va bu ilmning falakiyotini o'rganishdagi ahamiyati to'g'risida mulohaza yurgizdi. Ali Qushchi ustozning riyoziyat ilmiga bag'ishlagan bu hikmatlik asarini madrasada ko'p qatim o'qigan edi. Biroq uni o'zi qayta o'qib olgan huzuri bir ulush bo'lsa, Mevlananing o'z og'zidan anglab olgan huzuri bir ulush bo'ldi. Ustoz murakkab riyoziyat masalalarini shundoq yiqimli ovozda, shundoq aniq mantiqiy tushunchalar bilan yechib berdiki, Ali Qushchi go'yo kitob emas, ajoyib yiqimli muzika anglayotgandek erib ketdi. Ali Qushchilar emas, Mirza Ulug'bek bilan birga kelgan barcha amaldor va ilm ahli, hatto ilm fandan xabarsiz davlat arboblarimi boshlarini egib, jim o'ltirib angladi. Nihoyat ustoz kitobini yepib qo'yib, Hazrati oliylariga qaradi. Hazrati oliylari Mevlanaga tashakkur bildirib, yanala jimjit o'ltirgan amaldor va talibi ilmlarga burildi-da, chiroyiga so'ylab beg'ishlagan qisqa ham quyuq soqolini silab, ustozning nutqining tushunishli bo'lgan bo'lmaganligini so'radi. Biroq Mirza Ulug'bekning savoliga hech kim javob bermadi.
Medrese sahnesiga toplangan haloyiqlarning hammasi başlarını selip jim o'ltirishdi. Mevlana Qozizade Rumi sel xafa bo'lgandek bosh chayqadi. Mirza Ulug'bek bo'lsa miyiqida kulib qo'ydi. Shu paytda Ali Qushchi ayminibgina o'rnidan turdi va qisinib, tortinib turib, o'ziga hamma narsa ayon bo'lganligini aytdi. Mevlana Qozizade Rumining ko'zlari chaqnab ketdi. Mirza Ulug'bek bo'lsa riyoziyat va handisa to'g'risida üstülep sual so'radi. Handisa geometriya, riyoziyat matematika. Ali Qushchi dastlabda tortingan bo'lsa-mu, keyin dodillik bilan hamma savolga javob berdi. Shuning bilan Mirza Ulug'bek uni yeniga chaqirib, nasibini, qaysi madrasada kimlardan ta'lim olganligini surishtirdi. Ustoz Qozizade Rumi bo'lsa, yumshoq soqollari bilan uning yuzlarini silab, peshonasiga so'ydi. Ali Qushchi bu aslimidan ko'ngli boshqacha bo'lib, yuqori tarafdagi uyga kirdi. Bu uyning tomlariga bezaklik javellar o'rnatilgan bo'lib, tuvandan yuqorigacha butunlay kitob tizilgan edi. Faqat qibla tarafdagi tomga javan o'rnatilmay, Hazreti Aliylarining koinot jadvallari o'rnatilgan edi. Qahiradan elib kelingan qalin ipak qog'ozga chizilgan zar nuqtalar, ya'ni yulduzlar surati qorong'uda xuddi osmondagi rost yulduzlardek chaqnab, ajoyib bir manzara paydo qiladi. Jadvalning tagidagi oltin suyi bilan yozilgan izohatlar va har xil ko'rsatkichlar simobdek parqirab turadi. Uyning to'ridagi har xil usturlablar yeniga igiz yulanchuklik bir jup yumshoq o'rindiq qo'yilgan edi. Mirza Ulug'bek kechalari shu yerda o'ltirib, mutolaa qilishni yoqtiradi va o'zi yaxshi ko'radigan jadvallarni shu yerda ishlaydi. Albatta, to'rdagi tomda ajoyib manzara paydo qilib, valildab turgan bu koinot suratining va bu murakkab jadvalning barliq kelishida Ali Qushchining tuhfasi bor. Yalğız ol emas. Bu bebaho xazinani, ya'ni xuddi dengizdan uncha marvoyit izdigandek jafo mushaqqat badaliga kelgan bu hikmatlik asarlarni to'plashdimi Ali Qushchining emgiki va hassisi bor. Ana, jadvallarning yanida Mirza Ulug'bekning Bulung'dagi javanga tizilgan 6 tomliq tarixiy asarining yanida Ali Qushchining asarlari turibdi. Shundoq turibliq, o bu bebaho xazinadan ömrünün eng baxtlik, eng ma'nilik chog'larini o'tkazgan, uningga o'g'inish lazzatini baxshanda qilgan, saxta dunyodagi g'urbatchilikni esidan chiqarib, falakiyat olamida erkin parvoz qilishga imkoniyat yaratib bergan bu esil makondan qandoqmi ayrila olasin? Baya ustoz tilga olgan bid'atchilar ve hurafat sepsetçileri onu kupurluk kuchquda qolgan gunohkor banda deb o'ylashidi. Ali Qushchi bo'lsa, ashu dargohni, shu ilm javharlarini deb fani dunyoning hamma lazzatlaridan voz kechdi. Hatto ojiz onasini yum yig'latib, o'ylanish va farzand ko'rish baxtidanmi mahrum qoldi. Endilikda yesh 40dan eshib, suvdek iqib ketayotgan ömrünün ahiri ko'rinib qolganda, bu ilm makonidan qandoqmi ayrilsin? Ayrilib nima qilur? Qirg'anda nagimi borur? Ali Qushchining qalbini go'yo mo'ngluq kuy asir qilib olgandek bo'ldi. Bu qayg'u, bu mo'ngluq kuy uning yuragining eng nozik tarlarini asta chekib, ko'nglida qandoqdir bir xil jarohat ve amalsızlık duygusu paydo qildi. O go'yo bu yo'ruq dunyoda yolg'iz qolgandek, hamma narsa uningdan yuz o'rgandek, hamma odam uni tashlab ketgandek bo'lib qoldi. To'satdan u lavlarda achchiq bir xil tam sizib, as-hushini yig'di-da, qo'lidagi shamni igiz ko'tarib, atrofiga qaradi. Kitaplar, kitaplar, kitaplar. Yo'q, bu kitaplar
15 sandıqqa emas, 100 sandıqqa mı sığmaydı. Bəs, ustoz bu bebaho asarlar ishidagi eng nodirlarini, qimmat baholiq toshlar ishidagi la'al va unchilarni ko'zda tutibdi. Biroq, ularni qachilaydigan sanduqlarni kimga yasatish kerak? Altun va javohirlarni qandoq sarf qilish kerak? Bu esil xazinani nega yushirish kerak? Ali Qushchi o'ylab, oxiri bugunla Mevlana Muhiddinning huzuriga berish va uning otasi Xo'ja Salohiddin Zargar bilan maslahatlashish qaroriga keldi. U o'ychan holda qadam besib, tashqariga uyga chiqdi. U belbog'iga tugilgan oltin va javohirlarni shiradan ilayotganida piyoladek keladigan quyma oltinlar qo'lidan siyrilib tushib, gilam ustida dugilab ketdi. Chechilib ketgan la'al va unchi marvoyitlar qorong'i uyni yo'ritibatdi. Ali Qushchi bu boyliqlarni qayerga yushirishni o'ylab ozroq turdi. Oxiri ularni eshik ustidagi qalin kitoblar orqasiga yushirib qo'yib, tashqariga chiqdi va tahorat oldi. Balduroq bo'lsa-mu namoz bomdodni o'qib, chopalini kiydi-da, onasidan xabar ilib turishni qorovulga topshirib qo'yib, rasadxonadan chiqdi.